Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kech. Ovozim yaxshi boryaptimi? Sekin bosh boramiz. Qolganlar kelib qo'shilaveradi. Yaxshi. Demak, bugungi mavzuyimiz yallig'lanish mavzusi. Yallig'lanish, unga qarshi dori vositalari ko'rib chiqamiz. Avval birinchi o'rinda yallig'lanish o'zini bilib oladigan bo'lsak, yallig'lanish organizmda har xil organizmga har xil zararli moddalarda ular bo'lishi mumkin: travma, kuyishlar, bakteriyalar. Bularni o'sha to'qimalarga ta'sir ko'rsatadi. Aynan ana shu paytdagi to'qimalarda zararli ta'sirotlarga nisbatan mahalliy reaksiyasi bilan tasniflanadi. Ya'ni qisqa qilib aytganda, yallig'lanish bu tashqi ta'sirotlarga nisbatan mahalliy reaksiya ekan. Endi yallig'lanish qanday kechadi deydigan bo'lsak, o'zini bir nechta bosqichlari mavjud. Ulardan dastlabki fazasida o'sha hozir aytib o'tgan yallig'lanish keltirib chiqaruvchi omillar, ya'ni etiologik faktorlari bular bo'lar ekan: infeksiyalar, bakteriya, viruslar kiradi, kimyoviy moddalar, travmalar, bular fizik omillarga kiradi, issiq, sovuqlar, ya'ni bular allergen yallig'lanishlarni chiqarib yuzaga keltirar ekan. Bu hodisa kuzatilgandan so'ng, ya'ni allergen kelgandan so'ng keyingi yuzaga keladigan jarayon bu signalizatsiya jarayoni ekan. Signalizatsiya jarayonida nima bo'ladi deydigan bo'lsak, jarohat yoki infeksiya joyida aynan o'sha joyga makrofaglar va undan tashqari boshqa immun hujayralarimiz yetib kelar ekan. O'z yallig'lanishni asosiy maqsadi 3 ta bo'ladi. Bu birinchi o'rinda dastlabki o'sha yallig'lanish keltirib chiqaruvchi sababni bartaraf etish, keyingisi nekrozga uchragan hujayra qoldiqlarini organizmdan yo'qotish uni, va uchinchisi to'qimani o'sha nekrozga uchradi, holatini yo'qotdi. Endi biz to'qimani qayta tiklab olishimiz kerak. Ana shu jarayonlar shu 3 ta asosiy maqsadni o'z ichiga olar ekan. Sababni bartaraf etish, hujayra qoldiqlarini yo'qotish, nekrozlashgan hujayralarni va qayta tiklanish. Endi yallig'lanish o'zi qayerda kechadi deydigan bo'lsak, yallig'lanish stromal hujayralarda yuzaga kelar ekan. Organizmda 2 xil hujayralar mavjud: stromal va parenximatoz hujayralar mavjud bizda. Parenximatozlar bu ma'lum bir biror bir organda vazifasini bajarib beruvchi hujayralar to'plami. Bu parenximatoz hisoblanadi, parenximatoz to'qimalar hisoblanadi. Endi bizda yallig'lanish kechayotgan to'qimalar bular stromal hujayralar to'plami hisoblanib, bular qon tomiridan iborat bo'lgan biriktiruvchi to'qimalarga aytiladi. Demak, bizda har qanday qon tomiriga ega bo'lgan joyda yallig'lanish kuzatiladi. Qon tomiriga ega bo'lmagan joylarda, ya'ni parenximatoz organlarimizda yallig'lanish jarayoni yuzaga kelmas ekan. Endi yallig'lanishni qaysi hujayralarda kechishini ko'rdik. Asosiy belgilari Gels-Darden pentadasiam deb qo'yiladi. Bunda asosiy belgilari qizarish, shish, isitma, og'riq va funksiyani buzilishi bilan yuzaga keladi. Bular qanday kechadi deydigan bo'lsak, hozir signalizatsiya jarayonini ko'rdik. O'sha signalizatsiya jarayonida birinchi organizmga tushgan bakteriya, masalan, misol uchun bakteriyalar, viruslar, ya'ni infeksion omillar misolida ko'rib olgan bo'lsak, ya'ni bakteriya tushdi. O'zini tarkibida bakteriya antigenlarini tutadi. Undan tashqari o'zidan ishlab chiqariladigan zararli endotoksinlar ishlab chiqaradi. Bizdagi mana shu endotoksinlarimiz borib hujayra membranalarida
joylashgan fosfolipidlarga ta'sir ko'rsatadi. O'zi hujayra membranalari 2 qavat fosfolipiddan tashkil topgan, bilamiz. Shu fosfolipidlar orasida fosfolipaza A2 miz bor, aynan shunga ta'sir ko'rsatadi. Shu paytda fosfolipaza A2 ni vazifasi nima deydigan bo'lsak, endotoksin keldi. Fosfolipaza A2 ni stimullab qo'ydi. Endi o'zi vazifasini bajarishi kerak. Fosfolipidlarda tuzilishi bitta naqasida bitta oyoqchasida to'yinmagan yog'lar tutadi, bitta oyoqchasida to'yingan yog'lar tutadi. Bittasida erkin radikal bo'ladi. O'shandan bittasida, demak, bizdagi to'yinmagani bu araxidanat kislota. Bu doimiy o'zgarmas qismi hisoblanadi fosfolipidlarimizda. Shundan araxidanat kislotani parchalab yuboradi. Ya'ni fosfolipidni parchaladi, araxidanat kislota hosil bo'ldi. Araxidanat kislotani o'zi vazifa bajara olmaydi, shu uchun u srazu ikkita yo'lga kirib ketadi. Lipoksigenaza 5 yo'liga kiradi hamda sikloksigenaza 1 va 2 yo'llarga kiradi. Ya'ni sikloksigenaza bo'yicha ikkita yo'lga kirib ketadi. Bu jarayonda lipoksigenaza yo'li bo'yicha leykotrenlar hosil qiladi. Sikloksigenaza yo'llari bo'yicha bo'lsa bizga prostaglandinlarda, tromboksallarda, prostasiklinlarda hosil qilib beradi. Mana shu hosil bo'lgan moddalar hisobiga yallig'lanish yuzaga keladi. Nimaga deydigan bo'lsak, bular yallig'lanish mediatorlari hisoblanadi. Endi bular bizda chiqdi. Endi bular borib qon tomirlar endotelisiga ta'sir ko'rsatadi. Undan oldin yana shu yallig'lanish mediatorlarini keltirib chiqaruvchi omillarga aytib o'tdim, bakteriyada o'zidan endotoksin ishlab chiqariladi va o'zida antigenini tutadi. Endi mana shu antigeni organizmimizdagi semiz hujayralarimiz antigen sezuvchi retseptorlari bor semiz hujayralarimizda. Aynan ana shu joyga antigenlar keladi, semiz hujayralarda degranulyatsiyasiga sababchi bo'ladi va o'zida tutadigan yallig'lanish mediatorlarini ishlab chiqaradi. Ya'ni bizda ikki tomonlama keladi. Ham hujayra membranasini buzish orqali bizda araxidanat kislotadan yallig'lanish mediatorlarini hosil qilib olyapmiz. Ham bizdagi antigenimiz semiz hujayralarga ta'sir ko'rsatishi natijasida mediatorlar ishlab chiqarilyapti ekan. Ular asosiy naqasi mediatori semiz hujayrani gistamin ishlab chiqaradi. Gistamin, prostaglandin, leykotren undan ham chiqadi. Bundan tashqari yana qon tomirlarida joylashgan kallikrein sistemamiz bor. Bu ham komplement sistemaga kirib ketadi. Kallikrein sistemasi ham hujayralar oralig'iga tushib, ya'ni interstitsiyaga tushadi-da, kininogen moddamizni sintezlab qo'yadi. Mana shu kininogen moddamizni vazifasi endi u bradikinin hosil qilib beradi. Bradikinin ham yallig'lanish mediatori hisoblanadi. Demak, bizda sanab o'tadigan bo'lsak, umumiy yallig'lanish mediatorlari chiqdi. Prostaglandin, leykotren, gistamin, bradikininlar. Bularning ta'sir ko'rsatishi qon tomirlarga borib, qon tomirlar devoriga, ya'ni endoteliyalar devoriga endoteliyalar devorida vazokonstruksiyaga sababchi bo'ladi. Ya'ni qon tomirlar devorini toraytirish vazifasini bajaradi. Mana shu paytda endoteliyalar orasi poralar ochilib qoladi. Poralar ochilib qolgan paytda bizdagi qon tomirdagi mavjud plazma, oqsil, suvlar hammasi to'qimalar oralig'iga chiqib ketadi, ya'ni interstitsiyaga o'tadi. Mana shu paytda bizda hosil bo'ladigan yallig'lanish belgilarini ko'rdik-ku, 5 ta asosiy belgisi bor dedik. Shundan birinchisi shish kelib chiqadi. Ya'ni bizdagi qon tomiri poralar ochilib qoldi, qon tomirlarida devori ochilib qoldi. Buning natijasida undagi suyuqliklar, plazma oqsillarimiz bizga interstitsiyaga o'tib ketyapti. Mana shu bosim buni hisobiga ko'p suyuqlik hujayralar oralida to'planganligi uchun mana shu joyda shish kuzatiladi. Endi shishga bog'liq holatda shish ko'p bo'ldi, ya'ni bosim ortyapti bu zonada. Bosim ortishi natijasida tasavvurga ham keltirib olsak bo'laveradi. Bu yoqdan bosim ortib turibdi, nimanidir bosib qo'yapti. Endi ana shu bosib qo'yadigan narsa bizda notsa retseptorlarimiz bo'ladi. Ya'ni aynan og'riqni sezuvchi retseptorlar mavjud, shularni stimullab qo'yadi. Buning natijasida bizda og'riq kelib chiqadi. Demak, og'riqni kelib chiqishiga sabab shish.
shish kelib chiqdi, og'riq kelib chiqdi. Endi qizarishni ko'radigan bo'lsak. Hozir aytdim, yallig'lanish mediatorlari vazokonstruksiya chaqiradi. Bular qon tomirlar devorida, ya'ni endoteliyalarda. Endi mana shu endoteliyalarni tashqaridan o'rab turgan muskullarimizga, ya'ni silliq muskullarga ta'sir ko'rsatishi teskari ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni muskulga boshqacha, qon tomirlarga, ya'ni endoteliyalarımizga boshqacha ta'sir ko'rsatadi. Demak, muskulda bo'shashtirib yuboradi. Endi muskullarni bo'shashtirib yuborishi natijasida qon tomirlarni kengayishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni bu vazodilatatsiyaga olib kelib qo'yadi. Qon tomirlar kengaydi, ketayotgan qon hajmi o'z-o'zidan ortadi. Ya'ni qon hajmi ortadi. Bunda ma'lum bir miqdorda, ma'lum bir soniyalar ichida staz holati ham yuzaga keladi. Staz holati nima deydigan bo'lsak, to'xtab qolgan, ya'ni tezlashib ketmayotgan qon sekin ozgina to'xtalish bo'lib qoldi. Mana shu joyda staz bo'lib o'tib ketadi. Bizga shu narsa qizarishni beradi. Ya'ni bizdagi mavjud vazodilatatsiya bu qizarishni berdi. Endi signalizatsiya jarayonini ko'rdik, vazodilatatsiya jarayonini ko'rdik. Bular dastlabki faza jarayonlari edi. Keyingi o'zgarishlarda o'sha bizda aytib o'tdim, hozir plazma oqsillar endoteliyalar orasi po'ralar ochilib qolganligi hisobiga to'qimalar orasiga o'tib ketdi. Mana shu jarayonimiz bizda migratsiya jarayoni bo'ladi. Chiqqan bunaqalar suyuqliklarimiz eksudat hisoblanadi. Endi yallig'lanishni yana bir tizimi nimasi? O'ziga xos haligi 5 ta xususiyatdan bittasi bu harorat ko'tarilishi. Harorat ko'tarilishi qanday? Harorat ko'tarilishi uchun bizda hosil bo'lgan mediatorlarimiz, yallig'lanish mediatorlari o'sha qon tomirlarda o'tkazuvchanligini oshirib yubordi. Mana shu paytda to'qimalar orasiga bizdagi mavjud organizmimizdagi mavjud neytrofillar, makrofaglar o'tib qoladi. Mana shu neytrofil, makrofaglar o'tib qoldi. Bularning hisobiga endi bular aktivlab qo'yadi, o'zidan ishlab chiqaradi interleykin 1larni va timus nekrotik faktorni. Ya'ni bular o'sma nekrotik faktorlar hisoblanadi. Endi bularning vazifasi nima deydigan bo'lsak, aynan mana shu makrofaglar va neytrofillarimizdan ishlab chiqariladigan moddalarimiz gipotalamusga ta'sir ko'rsatib, prostaglandin E2 ni stimullab qo'yadi. Mana shu prostaglandin E2 ni hisobiga temperatura kuzatiladi. Temperatura baland bo'lishini ko'rishimiz mumkin ekan. Endi o'z-o'zidan bizda o'sha qizarishning hisobiga qizarish bo'ldi, temperaturani ko'rdik, isitma bo'ldi, shish kuzatildi, shishda hisobiga og'riq bo'ldi. Bularning hisobiga endi o'zimiz o'ylab ko'rishimiz mumkin, organizmda o'sha hujayralar funksiyasi buzilishi kuzatiladi. Diagnoz qilganimizda birinchi o'rinda ECTni ko'rishimiz kerak, ya'ni eritrositlar cho'kish tezligini. Nimaga deydigan bo'lsak, bizdagi aytdim hozir makrofaglar, neytrofillar, bular interleykin va timus nekrotik faktor ishlab chiqaradi dedim. Mana shundan bitta vazifasi isitmani chiqaradigan bo'lsa, bitta vazifasi jigardagi S reaktiv oqsillarimizni sintezini oshirib beradi. Bu S reaktiv oqsillarimiz ko'payib ketgandan so'ng qondagi fibrinogenga qo'shiladi va bu fibrinogenga qo'shilgandan so'ng o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Nimaga deydigan bo'lsak, eritrositlarimizga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni eritrositlarda hujayrasini tashqarisi o'zi manfiy zaryadlangan bo'lar ekan. Bizdagi hozir yallig'lanish aktiv ketyapti. Yallig'lanish aktiv ketayotgan belgisidan biri bu o'sha S reaktiv oqsillar aktivligi oshib ketib, qonda miqdori ko'payib ketadi. Endi mana shular eritrositlarda tashqi hujayralar zaryadiga ta'sir ko'rsatib, manfiy zaryadli holatdagilarda musbat zaryadga o'tkazib qo'yadi. Endi manfiy bilan manfiy bo'lsa bir-biriga tortilmaydi. Manfiy bilan musbat bo'ladigan bo'lsa, bular eritrosit hujayralar bir-biriga tortiladi, ya'ni haligi disk simon bo'ladi-yu, eritrositlar o'zi normal shakli. Mana shu disk simon shakllari biriga, ya'ni ikkita uchtasi yopishib qoladi bir-biriga tortilib. Ya'ni bular zaryad hisobiga yuzaga keladi. Zaryad hisobiga tortilgandan so'ng, bular bir-biriga bog'langandan so'ng o'zining og'irligi ko'tariladi hamda shuni hisobiga endi ular
cho'kish tezligi oshib ketadi. Birinchi o'rinda demak diagnozni tekshirishimiz kerak ekan S reaktiv oqsilda hamda ertarosit cho'kish tezligini. Shuni o'zidan biz bilishimiz mumkin. Organizmda yallig'lanish jarayoni juda ham aktiv ketayotganligini bilishimiz mumkin ekan. Endi bularga yallig'lanishga qarshi dori vositalariga keladigan bo'lsak, bu juda ham keng qo'llanadi. Yallig'lanishga qarshi dorilarni biz asosan ikkita guruhga bo'lib olamiz. Nosteroid yallig'lanishga qarshi dorilar hamda steroid yallig'lanishga qarshi dorilarga bo'lamiz. Endi nosteroid yallig'lanishga qarshi nimaga nosteroid, nimaga steroid deydigan bo'lsak, hozir ko'rib chiqdik. Arahidonat kislotada ikkita niqasi sikloksigenaza 1 hamda sikloksigenaza 2 yo'lida ketadi dedik. Shu bo'yicha ta'sir shu aynan sikloksigenazalarga ingibitorligiga ko'ra yallig'lanishga qarshi dorilarimizni ikkiga bo'lamiz. Nosteroidlarimiz bular tanlab ta'sir ko'rsatmaydi. Ya'ni ikkala yo'lga ham, ya'ni sikloksigenaza 1 yo'liga ham, sikloksigenaza 2 yo'liga ham, ya'ni bulardan chiqayotgan mediatorlarni chiqishini bloklab qo'yadi, o'zini vazifasini bajarishini bloklab qo'yadi. Ya'ni buning natijasida bizda yallig'lanish mediatorlari organizmda yo'q. Ular keltirib chiqarayotgan belgilar ham kuzatilmaydi keyin. Shunaqa ta'sir ko'rsatadi. Endi steroid yallig'lanishga qarshi dorilarimiz bo'lsa, bular aynan sikloksigenazalarda tanlab ta'sir ko'rsatadi, faqat ikkinchisiga. Faqat sikloksigenaza 2 ga ta'sir ko'rsatar ekan. Endi nimaga unaqa deyapmiz desak, sikloksigenaza 2 miz bu organizmdagi ko'plab normal fiziologik jarayonlarda ishtirok etadi. Masalan, oshqozon ichak traktidagi himoya vazifasini bajarib beradi bizga. Shu uchun sikloksigenaza 1 shu vazifani bajaradi. Endi asosiy vazifani sikloksigenaza 2 ning hisobiga yallig'lanish mediatorlari hosil bo'lar ekan. Hozir adashib ketdim. Sikloksigenaza 2 ga aytvordim. Oshqozondagi himoya vazifasini bajaradi. Oshqozondagi himoya vazifasi 1dagi. Bizdagi steroidlarimiz 2 ga ta'sir ko'rsatadi. Bu degani steroid moddalarimiz organizmga salbiy ta'sir kamroq hisoblanar ekan. Nosteroidlar ta'siri bo'lsa, u ikkala yo'lga ham ta'sir ko'rsatishi natijasida organizmda ayrim muammolarga olib kelishi mumkin ekan. Ular bo'lishi mumkin oshqozon traktidagi muammolarga, ya'ni gastritga, yaraga, qon ketish kabi muammolarga olib qo'yar ekan. Endi sikloksigenaza 1 da ta'sir ko'rsatmayapti steroidlarimiz. Nimaga deydigan bo'lsak, bular sikloksigenazani bloklab qo'ysa, o'zi oshqozonda prostaglandinlar ishlab chiqariladi xlorid kislotadan himoya bo'lish uchun. Endi biz aynan o'sha jarayonni bloklab qo'ygan bo'lamiz. Sikloksigenaza 1 da bloklaganimizda aynan o'sha oshqozonda himoya baryerini buzib qo'ygan bo'lamiz. Buning natijasida bizda hosil bo'ladigan turli xil kislotali moddalar, ya'ni xlorid kislotalar, bular oshqozon shilliq qavatini yemirib, toksik ta'sir ko'rsatadi ekan. Shu uchun mumkin emas deyiladi. Endi nosteroid yallig'lanishga qarshi dorilarimizni naqasi effektivlik jihatdan bu yuqori bo'ladi. Aytyapmiz, ikkala yo'lga ham ta'sir ko'rsatadi. Ikkala yo'lga ham ta'sir ko'rsatgandan keyin effektivligi yuqori bo'ladi. O'z navbatida bularni ham ko'rishimiz mumkin prezentatsiyada. Ikkita sinfga bo'lib olgan noselektiv hamda selektiv sikloksigenaza ingibitorlari mavjud. Nosteroidlarning o'zida ham. Noselektivlarimizga misol qilib biz ibuprofenni, aspirinni kiritishimiz mumkin ekan. Sikloksigenaza 1 va 2 fermentlarini bloklaydi bular. Ya'ni ikkalasiga ham ta'sir ko'rsatadi. Noselektiv ikkalasini ham, ya'ni tanlamasdan ta'sir ko'rsatadi. Selektiv degani maxsus tanlab ta'sir ko'rsatadigan degani. Salitsil kislota unumlaridan aspirinni, sulfazolin va difunizalni ko'rishimiz mumkin. Paraaminofen unumlaridan bo'lsa, parastemolni, indometotsinni ham ko'p ishlatiladi ekan. Diklofenak, ketorolac, aynan shular inyeksiyalarni ham qo'yishimiz mumkin bo'ladi.
propion kislota unumlariga kiradi ibuprofen, naproxen, ketoprofinlar misol bo'ladi. Selektivlarimizga ko'radigan bo'lsak, bular asosan etadalak, selekoksib va shu dorilar nimesulitlarni ko'rishimiz mumkin. Bulardan asosiy anaqasi biz ko'p ishlatiladiganimiz nimesulit ekan. Nimesulitda ham bunda selektivlar ham endi savol tug'iladi hozir. Non-steroidni selektiv turi ta'sir ko'rsatar ekan faqat SOK2 ga. Ya'ni SOK2 ga ta'sir ko'rsatsa, bu oshqozonga zarar ta'sir qilmay turadi-yu. Ya'ni steroiddan nima farqi bor degan savol tug'iladi shu yerda. Steroiddan farqi buni steroidda umuman ta'sir ko'rsatmaydi oshqozonga. Bunda bo'lsa, ma'lum bir miqdorda baribir ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni bizdagi non-steroidni selektiv gruppasiga kirayotgan dorilarimiz ma'lum bir miqdorda, ya'ni bundagi toksik ta'sirlari kam miqdorda bo'ladi. Endi kam miqdorda bo'ladi. Non-steroidlarni ko'rdik bularni. Xo'p. Endi keyingi prezentatsiyada ko'radigan bo'lsak, dorilarda asosiy dorilarda berilgan asetil salisiya kislotasini, sulfazolin, indometazin, brufen va piroksikamlarni, diklofenaklarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bularni effektivligi qisqa muddatda tez ta'sir ko'rsatadi. Endi bularni ta'sir ko'rsatish doirasiga ko'ra indometazin, diklofenaklar, ya'ni bular ko'p juda ham kuchli ta'sir ko'rsatadigan dorilarimiz ekan. Ya'ni faolligi jihatdan yuqori. Ingibitorlaydi, ya'ni sikloksikinaza birinchi va ikkinchi yo'llarini ingibitorlab, mediatorlar chiqishini bloklab qo'yadi. Endi isitma tushiruvchi ta'siri bo'lsa, ya'ni non-steroidlar isitma tushiruvchi ta'siri mavjud. Bu prostaglandin E1 hisobiga ketadi. Ya'ni prostaglandin E1 ga ta'sir ko'rsatish oqibatida biz yuqorida aytib o'tdim, prostaglandinlar hisobiga isitma kelib chiqib turadi. Aynan shuni markaziy nerv sistemasida joylashgan E1 qismiga ta'sir ko'rsatish orqali isitmani ham bartaraf etar ekan. Endi bular MPVSlarni qo'llashga qarshi ko'rsatmalar mavjud. Oshqozonga umuman ta'sir ko'rsatgani uchun birinchi o'rinda biz oshqozon ichak traktida muammolar bormi, oldin bunaqa kasalliklar bilan og'riganmi yoki hozirda shu yarzvalar, gastritlar bormi, buni anamnez orqali yig'ib, shunga asoslanib dori yozishimiz kerak bo'lar ekan. Birinchi o'rinda o'sha oshqozon ichakini ko'rib olganimizdan so'ng qo'shimcha yana kasalliklari bormi, buyrak faoliyatidagi buzilishlar. Nimesulitda ham ko'p foydalanamiz dedik. Nimesulitda ham shu buyrakka ta'sirligi bor, keng ta'sir ko'rsatadi deyilgan, lekin parashoklari juda ham kam unaqa qiladi ekan. Men surishtirib ko'rdim. Buyrakka bo'lgan ta'siri ko'pchilik aytadi, hali u o'ta ham surunkali iste'mol qilinadiganlarda buyrakda muammo bo'lar ekan. Keyin nasldan naslga o'tuvchi buyrak kasalliklari bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam stimullanmagan buyrak kasalligi bo'lishi mumkin. Mana shu holatlarda stimullab qo'yishimiz mumkin bo'lar ekan. Keyin yana oldin og'riganu, buyrak yetishmovchiligi bilan kasallanganu, lekin keyin tuzalib ketgan. Mana shu holatlarda ham biz qo'llashimiz kerak emas ekan MPVSlarni. Keyin homiladorlikda birinchi trimestrda va emizikli holatlarda qo'llash tavsiya qilinmaydi. Keyingi asoratlari striyalar tushirib qo'yishi mumkin ekan homiladorlik paytida, shu uchun tavsiya qilinmas ekan. Endi mumkin bo'ladi revmatik kasalliklarda, ya'ni revmatizm mavjud bemorlarda bular diklofenaklarda keng qo'llaniladi. Bundan tashqari nevrologik kasalliklarda, ya'ni bunda ham mumkin bo'lar ekan. Keyin kolikalar mavjud bo'lganda, ya'ni jigarda, buyrakda kolika, ya'ni sanchiq, bu kolika hisoblanadi. Va turli etiologiyali og'riq sindromlari bo'lishi mumkin. Bular biror bir operatsiya o'tkazgandan so'ng, shundan keyin og'riq bo'lishi mumkin yoki boshda tish operatsiyalaridan keyingi og'riqlarda ham qo'llashimiz mumkin bo'lar ekan MPVSlarda. Endi har bir
organizmga har bir qabul qilayotgan dorimizni o'zi nojo'ya ta'siri bo'ladi. Shuningdek, bularda ham MPVSlarda ham nojo'ya ta'sirlari bor ekan. Ko'ngil aynishi kuzatilishi mumkin, qusish, qabziyat, diareya hamda zarda kuzatilishi mumkin. Bular ayrim holatlardagi nojo'ya ta'sirlari. Dozasini ko'p iste'mol qilib, surunkali holatga o'tib qolganlarda shunaqa holatlar kuzatiladi, ya'ni ko'ngil aynishlari kuzatiladi. Keyin me'da yarasi va eroziyasi borlarda qon ketishlar kuzatilayotgan shaxslarda hozir aytib o'tdim sababini. Yana qayta takrorlayman. Bizdagi sikloksigenaza 1 vazifasi oshqozonni himoya qilish vazifasini bajaradi. Biz qo'llayotgan dorilarimiz aynan shu himoya funksiyasini izdan chiqaradi. Shu uchun biz oshqozon bilan muammosi bor bemorlarda o'sha so'rab MPVSlardan emas, iloji boricha steroidlardan foydalanamiz ekan. Ichak yallig'lanishi bor bemorlarda, arterial bosimda ortish, ya'ni gipertenziyasi bor bemorlarda yoki gepatotoksiklik yuqori bo'lgan bemorlarda ham qo'llash nojo'ya ta'sir ko'rsatar ekan. Keyin turli xil terida va shilliq qobiqlarda jarohatlanishlar aytyapti. Ya'ni o'sha gastritlarda nazarda tutilgan, shularni qo'llash natijasida shunaqa holatlar kuzatilar ekan. Keyin homiladorlikda birinchi trimestrda aspirinni qo'llash natijasida bolalardagi yuqori tanglay bitmasligi nuqsoni bilan tug'ilishliklarda ko'rishimiz mumkin ekan. Shu uchun trimestrda ham qarshi ko'rsatmaga aytib o'tilgan edi. Endi steroid yallig'lanishiga qarshi dori vositalarga ko'radigan bo'lsak, bular juda ham keng qo'llaniladi. Glukokortikosteroidlar ham, GKSlar ham deyiladi. Ya'ni bularga gormonlarimiz, biz ishlatayotgan gormonlar kiradi. Bularning ta'siri organizmga immunodepressiv ta'sir ko'rsatadi. Birinchi o'rinda asosiy mexanizmi bizdagi sitokinlarni kamaytirish bilan chiqadi. Sitokinlarimiz bizdagi interleykin hamda timus nekrotik faktorlarimiz edi. Bularning vazifasi yuqorida aytib o'tdim. Bularda aynan shu interleykin, timus nekrotik faktorlarimiz gipotalamusga ta'sir ko'rsatib, prostaglandin E1, E2larda stimullab, isitmani keltirib chiqarayotgan edi. Mana shuni bloklaydi va fosfolipaza A2 ni ham ingibitorlaydi ekan. Bizdagi fosfolipaza A2miz juda ham ko'p mexanizmlar tagida yotadi-da. Juda ham ko'p organizmdagi yallig'lanish jarayonlarini, prostaglandinlarni, umuman araxidinat kislotadan prostaglandin hosil bo'lyapti-yu, mana shu araxidinat kislotani hosil bo'lishini bizda fosfolipaza A2 ga bog'liq. Ya'ni demoqchimanki, steroidlarni foydalanish natijasida eng asosiy ta'sir mexanizmi sikloksigenazani ikkini o'ziga ta'sir ko'rsatadi dedik-ku. Shunda fosfolipaza A2 ni o'zini ingibitorlashi barcha yallig'lanish reaksiyalarini bartaraf etishga yordam beradi. Va yana bularda o'sha steroidlarimiz endotelial o'tkazuvchanlikni kamaytirib berar ekan. Endotelial o'tkazuvchanligimiz oshib ketgan paytda bizda kuzatildi, shish paydo bo'ldi. Shishning natijasida notsi-retseptorlarimiz stimullab qo'yib, og'riqlar kuzatildi. Bularni ham bartaraf etar ekan. Yana yallig'lanishdagi apoptozni tezlashtirib beradi. Yallig'lanish jarayonini pasaytirib, apoptozni yaxshilab beradi. Yana GKSlarimiz organizmdagi o'sha barcha bosqichlarga ta'sir ko'rsatib, sezilarli darajada kamaytiradi. Hozir aytib o'tganimdek, o'sha fosfolipaza A2 ga ta'sir ko'rsatib, sitokinlarga ta'sir ko'rsatib, o'sha yallig'lanishda deyarli barcha effektlarni haligi 5 ta naqasini pasaytirib beradi. Shu uchun endi biz ko'p ishlatayotgan dori vositalarimiz steroidlardan ko'rishimiz mumkin. Gidrokortizon, prednizon, fludokortizon, deksametazon, butametazonlarimizni biz keng qo'llaymiz. Endi bu yerda nojo'ya ta'sirlari mavjud organizmga. O'sha gormon terapiya qiladigan paytimizda o'zi so'rashimiz kerak, yo naqasini oldin nojo'ya ta'sirlar bo'lmaganmi
bu dorilardan allergik reaksiyalar ham keltirib chiqarishi mumkin. Bunaqa holatlar kuzatilmaganmi? Albatta so'rab olishimiz kerak ekan. Endi nojo'ya ta'sirlarda endokrin tizimiga, muskullarga, immun tizimiga, yurak qon tomir tizimiga, ovqat hazm qilish sistemasiga, nevrologik sistemalarga, teriga va ko'zlarga ta'siri bor. Ularda endokrin tizimiga ta'sir ko'rsatish natijasida Kushing sindromini keltirib chiqarishi mumkin. Kushing sindromi bu yuzda yumaloqlashuvi, yuzda gavdani yuqori qismida yog' to'planib ketadi, tana vazni ortadi. Bosh qismi kattalashadi, ko'zda, qovoqda ham kattalashishlar kuzatiladi bu holatda. Va yana giperglikemiya kuzatiladi. Endokrin ta'sirida bunda qand miqdorini oshiraveradi. Natijada zaxir keltirib chiqarishimiz mumkin ekan. Adrenal bezlar yetishmovchiligi bu uzoq muddat qo'llashimiz natijasida yuzaga keladi. Ya'ni endokrindagi shu adrenal bez yetishmovchiligi va yana osteoporoz keltirib chiqarar ekan. Osteomuskulyar tizimimizdagi muammolardan mushaklarda zaifligi, ya'ni atrofiyaga uchrab, ularda kuchsizlanishi yuzaga kelar ekan. Immun tizimimizda immunitetni tushirib keyingi naqasida, ya'ni signalizatsiya bo'ldi, sensibilizatsiya ham ketadi bu jarayonda. Bakteriyalarga, viruslarga kurashuvchanlik juda ham pastlab ketadi. Ularda rivojlanishi osonlashib qoladi organizmda. Buni keltirib chiqarishi mumkin ekan. Va yurak qon tomirida arterial gipertenziyaga sababchi bo'lar ekan. Bu arterial gipertenziyaga sabab bo'lishi bizdagi endoteliga ta'sir ko'rsatishi natijasida bo'ladi. Endoteliga yallig'lanish mediatorlariga teskari ta'sir ko'rsatadi. Bu natijasida bizdagi natriy va suv balansi me'yordan chiqadi va qonda bosim oshishi kuzatiladi. Va giperkalemiya ham kuzatiladi. Bu ham shu qon tomirlar o'tkazuvchanligiga bog'liq holatda o'zgaradi. Yurak urishini ritmik buzilishlari ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ovqat hazm qilish tizimidagi muammolarda bular yara va pankreatitlarni keltirib chiqaradi. Bularga keltirib chiqarishiga sababni aytib o'tdik. Undan keyin nevrologik, ya'ni asabiylik, bezovtalik, ruhiy holat o'zgarishlari, uyqusizlik va kayfiyat o'zgarishlariga sabab bo'lar ekan. Depressiyaga, uzoq muddatli foydalanish natijasida bular psixozga ham olib kelib qo'yishi mumkin ekan. Terida shikastlanish osonlashib qoladi. Membranalardagi, ya'ni teri membranalaridagi o'tkazuvchanlik oshib ketadi. Bu natijasida teridagi hujayra qavatlarida tez o'zgaruvchanlik kuzatiladi. Keyin striyalarni ham ko'rishimiz mumkin. Bu striyalar asosan shu homiladorlikda kuzatiladi. Homiladorlarda shu uchun aytib o'tdik, homiladorlarda birinchi trimestrda va emizikli holatlarda ham qarshi ko'rsatmaga kirib o'tdi. Ko'zlarda kataraktaga sabab bo'ladi. Ko'z gavharini xiralashuviga, glaukomaga, ya'ni ko'zni ichki bosimini ortishiga. Bunda ham o'sha mayda kapillyar qon tomirlarida natijasida yuzaga keladi bu ham. Bu natijasida endi glaukoma bo'lgandan keyin o'z-o'zidan ko'rishni xiralashuviga, ya'ni ko'rish pasayishiga olib keladi, ko'z xiralashuviga olib keladi ekan. Bular nojo'ya ta'sirlar edi, steroidlarni. Hozir ko'rib o'tishimiz kerak bo'lgan mavzular, temalar shular edi asosan. Men asosan ko'proq to'xtaldim dorilarga, dorilarning ta'sir mexanizmiga, yallig'lanishda o'zini asosiy naqasini, 5 ta belgisini, sabab qayerdan qanday qaysi mediatorlar hisobiga sabab bo'ladiganligini ko'rib oldik va dorilarda aynan qaysi yo'llarga ta'sir ko'rsatishi orqali, qaysi yo'llarni bloklashi orqali shu yallig'lanishni bartaraf etishni ham ko'rib chiqdik. Xo'sh, endi sizlarda qanaqadir savollar tug'ilgan bo'lsa, bemalol aytishingiz mumkin.
Glukokortikosteroidlarni biz o'zimizda naqadan kelib chiqib gapirayotgan bo'lsam, ko'pchilik mana gripp bo'ladi, rinit bo'lgandayam birinchi o'rinda biz o'sha smes ovoriladi. Ana shu smesga o'ylab o'tirmasdan yozayotgan, qo'shayotgan naqamiz bu deksametazon hisoblanadi. Endi bu deksametazon ham ta'siri xuddi shunday yallig'lanishni bartaraf etishga ta'sir ko'rsatadi. Bu oqibatda biz glukokortikosteroidlarni organizmda ko'p foydalanishimiz natijasida mushak sistemasidagi normal holatlarda, ya'ni normal holatdami, holatda emasmi, buni bilmasdan qo'llaymiz. Buni hisobiga turli xil asoratlar kelib chiqishi mumkin. Asosan yosh kattalarda ayniqsa suyak yemirilishi, o'zi yosh kattalarda suyak yemirilishi ko'p ketayotgan bo'ladi. Endi buni hisobiga biz ba'zan yana glukokortikosteroidlarni, ya'ni deksametazonlarni berishimiz natijasida naqa bo'lishi mumkin. Yemirilish bilan suyak hosil bo'lishi bilan suyakni yemirilishidagi disbalans buzilib qolishi mumkin. Mana shu paytda ham o'ylab naqa berishimiz kerak ekan. Va yana COVID paytida ham biz ko'p qo'lladik gormon terapiya. Buning natijasida suyak bo'g'im sistemasida, son chanoq bo'g'imida, asosan son chanoq bo'g'imida ko'p og'riqlar, revmatik kasalliklar, suyak bilan bog'liq bo'lgan muammolar ko'paydi. Bu ham o'sha glukokortikosteroidlarni ko'p foydalanishimizga sababchi bo'lar ekan. Keyin o'zimizdagi operatsiyalarga to'xtaladigan bo'lsak, tish olish operatsiyalari yoki implantatsiya holatlarida bu paytda aynan qaysi preparatni yozishimiz kerak, qaysidan foydalanishimiz kerak, steroidmi yoki steroidlardanmi? Bu paytda operatsiya holatiga qarab, yoshga qarab, keyin anamnezda aytib o'tdim, buyrakida muammosi yo'qmi, oshqozon ichak traktida muammosi yo'qmi, bularni inobatga olib asoslanib beramiz. Keyin masalan yengilroq o'tdi operatsiya, biz ishonchimiz komil, steril ishladik, hech qanaqa muammo yo'q, infeksion omil qolmadi. Xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. Mana shu paytda nima qilamiz? Bu paytda umuman bermasak ham bo'laveradimi deyishimiz mumkin. Bu paytda dozasi kam bo'lgan, nojo'ya ta'sirlari kamroq bo'lgan nimalardan foydalanishimiz mumkin. Men ko'rganman, Nemitsilda o'zini yozib qo'yganlarni ham. Ya'ni Nemitsil poroshogining o'zini ham profilaktik chora-tadbirlarga kiritsak bo'laveradi. Endi agar xavfliroq kechgan bo'lsa operatsiya, bu paytlarda iloji boricha o'sha diklofenak, ketorolaklarda inyeksiyalarni yozsak, bunda ta'sir mexanizmi tezroq kechadi, qisqa muddat ichida ta'sir ko'rsatadi, og'riqlar tez qoladi. Keyin bular nosteroid bo'lganligini hisobiga ham ta'sir ko'rsatish doirasidan kelib chiqib, ko'p tomonlama ta'sir ko'rsatadi. Ikkala yo'lda ham rahidinat ikkala yo'lini ham bloklaydi. Buning natijasida hamma o'sha kelib chiqishi mumkin bo'lgan ovoz yaxshi chiqaryaptimi? O'rtada ozgina uzilish bo'lib qoldi menda. Hop, mavzu yuzasidan qanaqa savollaring bor? Men asosan dorilarga to'xtalganim bizda kerak emas bo'lgan, bizga aloqasi yo'q bo'lgan, aloqasi yo'q ham deya olmayman-u. Juda ham katta mexanizm yotadi. Yallig'lanishni o'zini zaminda fagositozlar bo'ladi. Bularni o'zini bir etap bir nechta dars mobaynida ko'rib chiqishga to'g'ri keladi. U men o'zimizga tegishli bo'lgan asosan shu 5 ta belgilarini ko'rib o'tdik, sababini ko'rib o'tdik.
Savollaring yo'q bo'lsa, demak, bo'lmasam bugungi mavzuni tugataveramiz. Agar keyinchalik yoki shu zapisda eshitayotganlarda qanaqadir savol paydo bo'lib qolsa, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Qo'ldan kelgancha savollaringga javob topamiz. Hammasiga yechim topamiz, Xudo xohlasa. Bugungi mavzu gapirmoqchi bo'lganlarim shular edi. Hammalaringga rahmat qatnashganlaring uchun.